Salom do'stlar, sizlar bilan Shohakira. Bugungi videomizda men hardcore yashab qolaman ikkinchi qism. Endi bo'lmasam boshlaymiz. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, kasalman. Adashmasam shu tomonda qishloq bordim. Mana chiqdi qishloq ham. Bu sidda o'zim terganman. O'tgan safar ham xuddi shu sidda o'ynagandim. Bu yerda divan bor. Oq divan yaxshi, lekin sariq divan undan-da yaxshi. Mayli, sariq divonni olamiz. Adashmasam, xo'sh, narsalarni olamiz. Olma bo'ldi, tayyor. Bizga endi somon kerak, somonni ham olishni unutmaymiz. Somon yaxshi. Endi daraxt chopishimiz ham kerak va nihoyat 10 ta daraxt. Lekin Minecraft qoidalariga ko'ra 2 marta chopish kerak. Bu yerda deshmasam kiyimlar bo'lardi. Kiyimlar. Yaxshi. Endi to'xta. To'xtab. Bizga gul kerak, rang topish kerak bo'ldi. Yaxshi. Endi buni bu yerda rangga aylantiramiz. Kiyimlarimizni yechib, bularni bo'yaymiz. Tayyor. Endi bularni kiyamiz. Xo'sh, yaxshi. Endi bizga hamma somonlarni olishimiz kerak. Uning uchun ketmon va kirib yasaymiz. Shoshma. Ketmonda toshda yasasak nima bo'lardi? Endi bu ketmon bizga kerak emas. Bir yo'la toshda yasash kerak edi. Mayli, endi bu ketmonni sindiramiz. Qani, yaxshi. Yaxshi. Bo'lsin-da. Xo'sh. Endi nonni yog'ilamiz va toshga o'ylashga o'tib ketamiz. Tosh. Do'stlar, va nihoyat toshni ham ko'ylab bo'ldim. Bittavina toshini. Endi bulardan o'zimizga kerak instrumentlarni yasaymiz. Va ketmonni ham ancha tez bo'ldi. Va nihoyat bo'ldi. Bu yerda qolib ketibdi-yu, buni ham olamiz. Xo'sh, yaxshi. Hali hardcore'da bir kun ham yashaganimiz yo'q. Xo'sh, endi bular qiynalib nonga aylantiramiz. Nonga. Juda qiyin. Tezroq nonga aylantiramiz. Va nihoyat bo'ldik hammasini. Do'stlar, endi erstakni olib ketamiz bu yerdan. Xo'sh, bizda nimalar bor? Yaxshi. Endi galemni ham yoyib olishimiz kerak. Va nihoyat galemni ham yoydik. Gul bizga kerak emas. Atiga 3 ta temir tushibdi. Yaramaslar aldab ketishdi. Mayli, bundan biz o'zimizga kerakli bo'ladigan narsa, ya'ni kirkani yasaymiz. Chunki kirka bizga juda ham kerak bo'ladi. Yangi temir, olmoslarni ko'lashga. Endi yo'limizda davom etib turib, men Redilla qilasini ko'rdim. Yo'q, Redilla qarasiga kirmaymiz, mayli. Bu yerda xavf-xatar ko'p bo'lishi mumkin. Undan ko'ra qorga kirsak ancha yaxshiroq. Endi jonim ketmadimi hozir? Yo'q, endi ketdi. Qanaqadir buglar sodir bo'lyapti. Mayli, e'tibor bermaymiz. Erta yomon qiz bor ekan. Ketdik, bizni o'ldirib yuborishi mumkin. Redilla qilishga kiraymi? Yo'q, mayli, kirmayman. Shu tomonda deshmasam qishloq chiqish kerak. Yana chiqdi. Endi qishloqqa kiramiz. Qishloqda bizga foydali narsalar bo'lishi kerak. Bu yerda futbolka bor ekan. Buni ham bo'yasak juda yaxshi bo'lardi. Qochib turib olamiz. Buni rangga aylantiramiz. Rangga aylantiramiz va solamiz. Bo'yaymiz, kiyamiz. Yana bizda ishton ham bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi. Qip-qizil odam bo'lardi. Endi bu uyga kirishim kerak. Chicha qoldi. Yaxshi, chicha qoldi. Va nihoyat kirib oldik, do'stlar. Xo'sh, tepada nima bor? Tepada arzirli hech narsa yo'q ekan. Mayli. Hech bo'lmaganda somonlarni yig'ishtirib olamiz. Xo'sh, yaxshi. Endi yig'ishtirib bo'ldik. Endi tepaga chiqamiz. Shoshma, bu yerda tashmasam sandiq bo'lardi. Mayli, kiramiz. Sandiqning ichida arzirli hech narsa yo'q. Nondan tashqari va xarita.
Xaridda ham bizga kerak emas. Endi galim, endi o'ldiraman deganimda galim kelib qoldi. O'ziga tuzoq qo'ydi bu galim. Yurolmay qoldi, o'ldirib oldik. Bundan paqir yasaymiz. Paqir yaxshi. Paqirga suv kerak. Va nihoyat suv topdim. Suv topish o'ta qiyin bo'ldi do'stlar. Buni olamiz. Qatdan shu nimaga chiqdimiz? Endi bu yerdan chiqamiz. Yaxshi. Endi buni yeymiz. To'xta. Ha, bo'ldi. Ketaveramiz. Yo'limizni davom etamiz. Redlar qalasini oldiga, Redlar qalasiga hujum qilsak, hozir yaxshi g'oya bas. Olmay olib yo'limizda davom etamiz. Bu o'ta ham katta g'or chiqdi yo'ldan. G'or qorong'i, chunki bekitishimiz, narigasiga tushamiz. Creeper. Yarimta jonimni oldim hozir. Mayli, bu yerda chiqib olamiz. Mana tayyor. Endi bulardan qalqon yasaymiz. Oldi, yaxshi. Olamiz. Xo'sh. Yaxshi. Ana endi lava ko'li kerak. Lava ko'li chiqdi. O'zi portal yaxshi. Endi portalni qurib olsak ham bo'ladi. Ana bitta lava. Mana yana bitta lava. Mana nihoyat bo'ldi. Endi buni yoqish kerak, bizda yondirgalka yo'q. Shuning uchun bekor qalqon yasabpa. Mayli, undan ko'ra taxtani qo'yamiz. Ana lavani qo'yamiz. Yonish ehtimoli ko'p. Endi kutamiz. Anchagina kutdim, o'zi ham yongandir balki. Yo'q, yonmabdi. Bedrockda bu usul o'xshamasa kerak. Mayli, kutamiz. Lekin nimagadir yonmayapti. Judayam zerikarli. Judayam zerikarli. Endi yana kutamiz. Va yana ancha vaqt o'tdi. Hali ham yonmabdi-ku bu portali. Ancha kutamiz, yaramas, hali ham yonmabdi. Kutamiz. Hali ham yonmadimi, bu yaramas. Juda zerikdim. Do'stlar, o'ta ham zerikib ketyapman. Bu portalga qarabimcha yonmaydi. Do'stlar, sizlar like bosib obuna bo'linglar. O'shanda portal yonadi. Do'stlar, bo'lmasam xayr, videoni tugatishga to'g'ri keladi. Bu portal ham umuman yonmadi. Mayli. Do'stlar, kanalimizda videolarimizda 81% odamlar obunasiz ko'rar ekan. Buni to'g'rilamasak bo'lmaydi. Buni to'g'rilash kerak. To'g'rilash uchun sizlar obuna bo'lishingiz kerak. Iltimos, kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasam xayr.